Mamlakatimizda talaba yoshlarni ommaviy sportga keng jalb etish, ular orasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish borasida qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu esa yoshlarning jismoniy faolligini oshirish, ularni sport orqali birlashtirishda muhim ahamiyat kasb etyapti. Ana shunday tadbirlardan biri Toshkent davlat transport universitetida tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Transport prokurori kubogi musobaqasini o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad talaba yoshlarning jismoniy faolligini oshirish, sportni ommalashtirish hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishdan iboratdir. Musobaqada 500 nafardan ortiq ishtirokchi sportning 4 turi: kurash, streetbol, shaxmat hamda stol tennisi bo'yicha o'zaro kuch sinashishdi. Bellashuvlar davomida talaba yoshlar nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki matonat, tezkorlik va jamoaviy hamjihatlik kabi fazilatlarni namoyish etishdi. Ushbu musobaqa universitetimizda an'anaviy tarzda o'tkaziladigan musobaqalar qatoriga kirdi. İlk yillarida aynan shu musobaqa kurash sport turi bo'yicha tashkil etilgan bo'lsa, mana bu yilga nazar tashlaydigan bo'lsak, ushbu sport musobaqasi sport tennisi, shaxmat, streetbol hamda milliy kurash sport turlari bo'yicha o'tkazildi hamda avvalgi yillarga nisbatan talabalar qiziqishi bir necha karra oshganini ko'rishimiz mumkin va bu bevosita ushbu musobaqani yoshlarimiz orasida mavqei oshib borayotganini ko'rsatib beradi. Natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, shaxmat bahslarida iqtisodiyot fakulteti talabalari Shohjahon Yo'ldoshev va Gulruhbegim Yo'ldosheva birinchi o'rinda e'tirof etildi. G'olib va sovrindorlar maxsus kubok, diplom, medal va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, transport prokuror kubogi nafaqat sport musobaqasi, balki talaba yoshlarni bir maqsad atrofida birlashtirgan muhim maydonga aylandi. Bu kabi bellashuvlar yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ularning jismoniy va intellektual salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Eng muhimi, sport maydonlarida charxlanayotgan bu yoshlar kelajakda yurtimizning faol, irodali va vatanparvar avlodi bo'lib kamal topmoqda.